Xo'sh. 16-misolda teng yonli uchburchakning uchidagi tashqi burchagi 104 gradusga teng bo'lsa, uning asosidagi tashqi burchagini necha gradus so'rayapti ekan. Asosdagi tashqi burchagi. Uchburchak chizib oladigan bo'lsak, sal oshina qoldi endi. Bu yerdagi mana shu burchagi 104 ga teng deyapti. Endi bizga so'rayotgan narsa mana bu burchak bo'ladi. Tashqi burchagi, asosdagi tashqi burchagi. X bo'lsin. Teng yonli degan uchun shu ikkala tomonlar teng bo'ladi, keyin bu burchaklar ham bir-biriga o'xshash. Tam A bo'ladi. Endi bu endi tekis chiqadi. Tekis chiqqanda 104 bo'lsa, 180 dan 104 ni ayiradigan bo'lsak, xo'sh, 6 56 bo'ladi. Yo'q. 76 deganim. Yetmiş olti bo'lsa, endi uchburchaklar, ichki burchaklar yig'indisi 180 ga teng bo'ladi. Ya'ni 2A plusdan 76 teng bo'ladi 180 ga. Endi bu yerda 2A ning qiymati teng bo'ladi 104 ga. A ning qiymati teng bo'ladi 52 ga. 52. Endi A 52 bo'lsa, X qiymati endi 180 dan ayirib olamiz. 180 dan 52 ni ayiradigan bo'lsak, 8 128 bo'ladi. A javobni berilgan ekan bu javob. o'n yettida endi chizmada berilgan ma'lumotlarga ko'ra x qiymatini toping deyapti ekan. Bu yerda bularda uch burchak bo'lgani uchun ichki burchaklar yig'indisi 180 bo'ladi. Ya'ni 2x plusdan 3x plusdan 10 plusdan x plus 8 teng bo'ladi 180 ga. Endi bu yerda x lar qo'shib oladigan bo'lsak, 6x plusdan 18 teng 180 bo'ladi. Olti x qiymati teng bo'ladi 162 ga. X qiymati teng bo'ladi 27. 27 teng bo'ladi. A javob berilgan ekan bu ham. 18-misolda uchburchakda ikkita burchagi 2 va 3 nisbatda 3-burchagi bu burchaklarning kattasidan 20 gradusga katta. Uchburchakning kichik burchagini toping deyapti ekan. Uchburchak chizib oladigan bo'lsak, met 2 ga, met 3 ga. 3k bo'lsa, endi bet 3k plusdan 20 bo'ladi. Plusdan 20. Endi uchburchakning kichik
Uchburchakning kichik burchagi necha gradus deyapti. Bitta uchalasini yig'indisi 180 ga teng bo'ladi. Ya'ni k plusdan 2k plusdan 3k plusdan 20 bo'ladi. Teng 180 ga. 20 teng 180. Xo'sh, bularni hamma kalarni qo'shib oladigan bo'lsak 7k 8k degani. 8k teng bo'ladi 160 ga. K ni qiymati 20 bo'ladi. K 20 bo'lsa, bu yerda eng kichkinasi 2k, 2 ko'paygan 20 bu 40 ga teng bo'ladi. Ya'ni eng kichik burchak 40 gradus ekan. Sajot berilgan. 19-misolda D BC ga parallel bo'lsa, BAC ning qiymatini toping. Ya'ni mana bu burchakda qiymatini so'rayapti. Bu yerda bu ikkalasi parallel bo'lsa, mat 50 gradus bo'ladi. Bet 50 bo'lsa, 110 met 70. 70 ga 50 qo'ysak 120, 180 bo'lish uchun met 60 bo'lish kerak. Sajotni berilgan ekan. 20-misolda teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi asosi bilan 22 gradusli burchak hosil qiladi. Uchburchakning 3-burchagini toping deyapti. Demak, balandlik tushirilgan bo'lsa, bu 90 gradus bo'lib tushadi. Asosi 22 gradus ekan. Endi nima yerda topa oladigan bo'lsak, ikkalasining yig'indisi 112. 112. 180 dan ayiradigan bo'lsak 68. Demak, bu yerda 68 bo'lsa, teng yonli bo'lsa, burchaklar ham teng bo'ladi. 68 bo'lish uchun mana bu burchak 46 bo'lish kerak, 46 gradus. Endi bu burchakni topadigan bo'lsak, 46 ga 90 ni qo'shsak 136. 136. 180 dan ayirsak bu 44. 44 gradus bo'lar ekan. B javobda berilgan ekan bu.